99% mana shu memlarni ko'rmoqda. Mana buni Trallallà, porco Dio e porco Allah. imom buni ham aniq o'zingiz ham ko'rgansiz. Hammasi shunchaki kulgili so'zlardek tuyuladimi? Ammo buni orqasida qanaqa ma'nolar bekitilgan. Bu yangi trend brain rot deb ataladi. O'zbek tilida tarjimada bu miya chirishi. Bolalar shunchaki kulguli, prikolli so'zlarni takrorlab, uni ostida qanday ma'no bo'lishini bilishmaydi. Masalan, mana bu krossovkali akulacha. Italyan tilidan buni tarjimasi nima? Porco bu cho'chqa, Dio va Alloh bu yaratgan. Ya'ni bu diniy qadriyatlarimiz ustidan masxaralashga kiradi. Bombardillo, krokodillo, krokodilcha esa-chi? Ammo aslida buni ma'nosi mana shunday. Shuning uchun o'qiydi. Zamonaviy texnologiyalar asrida bolalarni peshjerada qamab qo'yish kerak emas, ammo ular internet orqali nimani kuzatyapti, qaysi memlarga qiziqyapti, nima haqida gapiryapti, bu har bir ota-onaning bilishi shart bo'lgan eng birinchi vazifasi. Farzandlaringizni asrang, ularning miyasi chirishiga yo'l